2026 yilgi yangi Range Rover Sport. Bu hashamat, qulaylik va yuqori texnologiyalarni birlashtirgan zamonaviy SUV bo'lib, u o'zining kuchi, dizayni va nafisligi bilan har qanday yo'lda ajralib turadi. Yangi model nafaqat tashqi ko'rinishda, balki texnik imkoniyatlarda ham yangilanishlarga ega. Avvalo, tashqi dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 yilgi Range Rover Sport o'ziga xos sportcha ko'rinishga ega. Keng radiator panjarasi, ingichka LED faralar va silliq aerodinamik chiziqlar unga yanada zamonaviy va agressiv qiyofa beradi. Orqa qismdagi yangi optika va yashirin tutqichlar mashinaga mukammal uyg'unlik beradi. Salon esa haqiqiy hashamatni his qildiradi. Ichki qismda sifatli charm, yog'och va metall elementlar ishlatilgan. Yangi 13.1 dyuymli markaziy sensorli ekran, zamonaviy PV Pro 2 multimedia tizimi, ovoz bilan boshqaruv funksiyasi va 3 navigator bilan jihozlangan. Old va orqa o'rindiqlar isitish, sovutish va massaj funksiyalariga ega. Texnik jihatdan Range Rover Sport 2026 bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada 3.6 litrli mild hibrid benzinli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 400 ot kuchiga ega. Shuningdek, kuchliroq 4.4 litrli Twin Turbo 8 versiyasi 615 ot kuchigacha quvvat beradi. Elektrlashtirilgan PHEV plug-in hibrid versiyasi esa bir zaryad bilan 100 kimgacha faqat elektr rejimida yurish imkonini beradi. Mashina 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan bo'lib, to'liq tortiq tizimi har qanday yo'l sharoitida barqaror harakatni ta'minlaydi. Yangi adaptiv havola osma tizim, Dynamic Response Pro funksiyasi va Terrain Response 2 tizimi tufayli Range Rover Sport shahar yo'llarida ham, togli yoki notekis joylarda ham mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Avtomatik tormozlash, charchoqni aniqlash tizimi, yo'l belgilarini tanish, kor joylarni nazorat qilish va adaptiv kruz nazorat funksiyalari mavjud. Narx borasida 2026 Range Rover Sportning boshlang'ich narxi taxminan 90 AQSh dollardan boshlanadi. Yuqori komplektatsiyalar esa 130 AQSh dollargacha yetadi. Yangi Range Rover Sport bu kuch, hashamat va innovatsiyalar uyg'unligining timsoli. Bu model haydovchiga nafaqat qulaylik, balki o'ziga xos obro' va nufuz ham beradi. Agar siz mukammal komfort, zamonaviy texnologiyalar va kuchli dvigatelni xohlasangiz, 2026 yilgi Range Rover Sport aynan siz uchun yaratilgan.